Sigaret chekadiganlar bu sirni hech qachon eshitishmagan. Yillar davomida tamaki chekkan bo'lsangiz ham o'pkangizni yangidek qilib qo'yish mumkin. Hozir sizga o'rgatadigan ichimligim o'pkangizdagi yillar davomida yig'ilgan zararli shilliqlarni qirib tashlaydi. Yangi tug'ilgandek nafas olasiz. Suvni solib, yaxshilab qaynatib olasiz. Bir choy qoshiq zarchava solasiz. Buni kurkuma deb ham atashadi. Bir bo'lak zanjabil ham solasiz. Yarimta limonni suvini siqib solasiz. Bir choy qoshiq toza asaldan solasiz. Qaynatib bo'lib 10 daqiqaga tindirib qo'yasiz. Har kuni ertalab ovqatdan avval sekin-sekin ichishni boshlang. Zarchava o'pkangizda yillar davomida yig'ilgan yallig'lanishni yo'qotadi. Zanjabil o'pkangizda to'plangan zararli shilliqlarni tozalab, nafas olish yo'llarini qaytadan ochishni boshlaydi. Mazza qilib nafas olasiz. Limon organizmdagi barcha toksinlarni o'ldiradi, asal o'pkani tinchlantirib, keraksiz axlatlarni chiqarib tashlaydi. Farqini darrov sezasiz. Bir hafta shu usulni sinab ko'ring, sizga kafolat beraman. O'pkangiz sizga rahmat aytadi, energiyangiz ortadi va nafas olishingiz yaxshilanadi. Hozirda sigaret chekadigan yaqin insonlaringizga bu